Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, saxovatpesha aziz insonlar. Sizlar videoda ko'rib turgan mana shu jajji norasida go'zal qizimiz 2021-yilda tug'ilgan bo'lib, 15 kunlik chaqaloq bo'lib, onasi vafot etib, mana shu buvlarini qo'lida qolib ketgan ekan. Buvlari 4 yildan beri saraton kasali bilan olishib kelyapti bu qizcha bilan. Ehsonni mukofoti ehson deganlaridek, qo'ldan kelgancha, imkoni boricha yordam berasizlar degan umidda sizlarga yuzlanyapti. Onaxon assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Onaxon, ko'p diqqat bo'lmang. Xudo xolasa yaxshi insonlarimiz bor. Qo'ldan kelgancha hech bo'lmaganda duo qilib qo'llab-quvvatlab turadigan xalqimiz bor. Inshaalloh Xudo xolasa mana shu qizimizni Turkiyada operatsiya qildirish uchun $40,000 mablag' kerak ekan. Bu xonadon o'zi kam ta'minlanganligi sababli siz yaxshilarga yuzlanyapti. Ehsonni mukofoti ehsondir. Hurmatli aziz insonlar, befarq qaramaysizlar degan umiddamiz. Onaxonda sizlarga murojaatlari bor ekan. Mana onaxonga yuzlanamiz. Assalomu alaykum hurmatli saxovatpesh xalqim, yurtdoshlarim, sizlardan yordam so'rab, mana Ruxshana qizim onasidan 15 kunlik qo'limda qolgan. Hozir 4 yoshda og'ir xastalik bilan kurashib kelyapti. Buning birdan bir davosi ilik ko'chirish operatsiyasi ekan. Bizda bunga donor topilmadi. Turkiyadan topildi. Afsuski $40,000 so'rayapti. Sizlardan iltimos qilaman. Shug'ana go'daka ehsonlaringizni ayamangizlar. Sizlarda Allohdan qaytsin. Mening nevaram ham sizlarning sharofatlaringiz bilan yaxshi bo'lib ketsin. Ilohim bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Bir umr sizlar duoda bo'lib o'taman. Hurmatli aziz insonlar, mana ko'rib turibsizlar. Farzand dog'ini hech kimga ko'rsatmasin. Farzand dog'idan ayrilgan bu onaxonimiz nevarasini hayoti bilan kurashmoqda. Umid qilamiz befarq bo'lmaysizlar degan maqsadda sizlarga yuzlanyapmiz. Tomi ko'l bo'lur. Ehsonni mukofoti ehsondir. Qo'ldan kelgancha, imkoni boricha yordam berasizlar degan umiddamiz. Sizlar bilan men Nargiza Sadiqova.